Bugun ChatGPT bilan gaplashamiz. Senga savol, unda qaysi aynan kasblarni o'rnini sun'iy intellekt egallamaydi? Sun'iy intellektning o'rnini bosishi mumkin bo'lmagan kasblar ham bor. Masalan, ijodiy kasblar, rassomlik, musiqa yaratish yoki adabiyot yozish kabi ishlar. Chunki bu ishlar chuqur hissiy va ijodiy tafakkurni talab qiladi. Tibbiyotdagi murakkab hollarda doktorlar va jarrohlar ham ko'plab qarorlar qabul qilishi kerak. Ba'zida inson omillari va tajriba muhim rol o'ynaydi. Pedagogika. O'qituvchilar faqat bilim beribgina qolmay, balki o'quvchilarning hissiy holatini tushunib, ularga motivatsiya berishadi. Sun'iy intellekt bu sohalarda yordamchi bo'lishi mumkin, lekin mutlaq o'rnini egallashi qiyin. Bu haqda qanday o'ylaysiz? Rahmat. ChatGPT'ni o'zbek tilidagi gapirgan gaplari sizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman va pedagogika kasbini kelajakda qolishi haqida va sun'iy intellekt uni o'rnini egallamasligini aytganda men rosa xursand bo'ldim va ovozga keladigan bo'lsak, agar shunday ovozda gaplashadigan tanishingiz bo'lsa, albatta bu videoni ularga jo'natib qo'ying.